Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Hamid G'ulomovning Hayot so'qmoqlari nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Hamid G'ulomovning mazkur to'plamida davrning dolzarb munosabatlariga bag'ishlangan asarlari kiritilgan. Masalan, tanqidlik, yangi direktor, bedorlik, hayot so'qmoqlari, mushkul savdo, hayrat hikoyalarida jamiyatimiz rivojiga to'siq bo'layotgan razil odatlar, nopoklik, davlat va xalq ishiga xiyonat, aldam-qaldam harakatlar fosh etiladi. Chirkin sarqitlarga qarshi kurashiladi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.